Oqtepa tarixi. Abdujabbor Mamanov 2002-yil. Risolada Qo'shrabot tumanidagi Oqtepa qo'rg'oni tarixi haqida o'qituvchi tarixchi Abdujabbor Mamanovning izlanishlari va fikr-mulohazalari bayon etilgan. Risola keng kutubxonalar ommasiga mo'ljallangan. Ushbu ma'lumotlarni to'plashda bizga yaqindan yordam bergan yuzlab bobolar, momolar, aka va ukalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Oqtepaning joylashgan o'rni va tabiati. Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumaniga qarashli Qo'rg'on qishlog'ida balandligi 30 metrcha keladigan Oqtepa tepaligi mavjud bo'lib, bu xo'jalik shu tepalikning nomi bilan yuritiladi. Xo'jalikda Qo'rg'on, Xonnazar, Suvti, Kamar, Istiqbol, Shavona, To'labosti, Kesovli, Oqtepa, Qiyiqim va o'rta qishloqlar mavjud. Bu qishloqlar umumiy nomi bilan Oqtepa deb yuritiladi va Oqtepa fuqarolar yig'iniga qaraydi. Oqtepa xo'jaligi Qo'shrabot, Amur Temur va Chimqo'rg'on kabi xo'jaliklar bilan chegaradosh. Tuman markazidan 15 kilometr uzoqlikda joylashgan. Eng yaqin temir yo'l stansiyasi Kataqo'rg'on bo'lib, oraliq masofa 42 kilometrni tashkil etadi. Oqtepaning ikki tomoni qirlik bilan o'ralgan. Oqsoy oqib o'tadi. Odamlar shu ikki qir oralig'ida tekisliklarda yashaydi va dehqonchilik qiladi. Hozirda odamlar bu tekisliklarda bo'sh joy qolmaganligi sababli qirlarga ham ko'chib chiqishga majbur bo'lmoqda. Aholisi asosan uzumchilik bilan shug'ullanadi. Odamlarning xo'jaligida shaxsiy chorva mollari va parrandalari mavjud. Qadimgi vaqtda Oqsoyning suvi serob bo'lib, ikki qirning oralig'ida oqqan. Odamlar esa qirlarni yerto'lalar kovlab o'tirishgan. Ikki qirning oralig'i changalzor, butoqlik va qamishzorlardan iborat bo'lgan. Odamlar ovchilik va yig'ma-terimchilik bilan shug'ullanishgan. Bu yerda turli yovvoyi hayvonlar, qushlar va soyda uloqlar juda ham ko'p bo'lgan. Keyinchalik ular dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchiliklarni o'rganib olishgan. Oqtepa tabiati ham boshqa joylar tabiatidan o'zining ba'zi xususiyatlari bilan farq qiladi. Jumladan, bahorda yog'in ko'p yog'ib, soyga sel keladi. Qirda doimo shamol esib turadi. Yozda soy yon bag'ri buyuk bo'ladi. Ko'proq kuchli garmsel esadi. Shamol erning namini yo'q qiladi. Shuning uchun ko'pincha yozda ekinlar qovjirab qoladi. Ko'pgina holatda aprel oyining oxiri va may oyining boshlarida sovuq bo'lib yoki do'l yog'ib, ekinlarga bir muncha zarar yetkazib turadi. Qadimgi odamlarning asosiy mashg'ulotlari. Oqtepa hududida bundan taxminan 4-5 ming yil ilgari odamlar yashagan. Chunki neolit, yangi tosh davri, tosh qurollari va ko'plab sopol buyumlar O'zbekistonning ko'pgina joylarida bo'lgani kabi Oqtepaning Qo'rg'on qishlog'ida ham topilgan. Bu topilma Oqsoy yonidan 2,5 metr chuqurlikda bo'lib, tuprog'i tabiiy tuproqdan ajralib turadi. U yerda
kuygan simon tuproq, kul uyumlari, hayvonlarning suyak qoldiqlari, tosh qurollar va dag'al qilib ishlangan sopol buyumlar topilgan. Topilmalar: tosh qurollar, cho'qmor, chopqich va randa. Neolit davri taxminan miloddan avvalgi 3000 yillikni o'z ichiga oladi. Yana shu yerda 10 metrlar pastroq kovlaganimizda bir qancha sopol qadaxlarga duch keldik. Biz bu va boshqa topilmalarni davrlashtirish maqsadida Samarqand davlat universitetining arxeologiya kafedrasiga keldik. Bizni taniqli arxeolog olim, tarix fanlari doktor, professor Mavlon Jo'raqulov kutib oldi. O'z maqsadimizni aytib, ashyoviy manbalarimizni ko'rsatganimizda u kishi bu qadaxlarni ko'rib, bu Afrosiyobdan topilgan narsalar-ku deb qoldi. Biz xursand bo'lib Qo'shrabot tumanining Oqtepa qo'rg'onida topilganini aytdik. Shunda Mavlon aka, bu narsalar qadimgi Sak So'g'it qabilalariga tegishli bo'lib, u yerlarda ham shu qabilalar yashagan ekanda, dedi. Bundan xulosa chiqarib shuni aytish mumkinki, Oqtepaning qadimgi aholisi Sak va So'g'it qabilalari bo'lgan. Oqtepa hududida yashagan qadimgi odamlar ovchilik, yig'ma-terimchilik bilan shug'ullanishgan. Keyinchalik dehqonchilik va chorvachilikni o'rganishib olishgach, aholining bir qismi soy bo'ylariga tusha boshlagan. Lekin bu yerlarda changalzor va butazorlardan iborat bo'lgan. Bu yerlarni o'zlashtirish shu darajada qiyin bo'lganki, bahorda kuchli yomg'ir yoqqan natijasida Oqsoy o'zining bu yerlarni o'zlashtirish shu davrga nisbatan juda og'ir edi. Bahorda kuchli yomg'ir yog'ish Oqsoy o'zaniga sig'may oqqan. Shu sababli odamlar qirlarda yashab qolgan. Suv toshqinlari tugagach, soy bo'yiga tushib dehqonchilik qilishgan. Hosilni yig'ishtirib olgach, yana qirlarga, yerto'lalarga chiqib ketishgan. Ular yozda o'zlarini issiqdan himoya qilish maqsadida qamishdan chaylalar qurgan va bo'yralar to'qigan. Bo'ylalarni to'shamchi vazifasida o'tagan. Chorvachilikda echki muhim rol o'ynagan. Ular birinchi marta qo'lga echkini o'rgatganlar. Chunki bu yerlarda yovvoyi echkilar ko'p bo'lgan. Shuning uchun echkilar Oqtepa aholisi uchun asosiy mahsulot manbai bo'lib qolgan. Ular echkilarni boqib ko'paytirganlar. Sog'ib sutini ichgan, moy qilishgan. Junlaridan turli matolar to'qishgan. Terisini to'shamchi qilgan. Go'shtini iste'mol qilishgan. Undan tashqari echkilar issiqqa va sovuqqa chidamli bo'lishgan va tez ko'paygan. Echkilar soy yon bag'rilarida, qir adirlarida boqilgan. Hatto ular echkilarni ilohiylashtirgan. Oqtepa hududida dehqonchilik va chorvachilik bilan bir qatorda hunarmandchilik ham rivojlangan.